Xevir Tömür Efendi. Xevir Tömür Efendi 1922 yılı Turpandaki Toqsun nahiyəsinin Yeni Mahalle degan yerida Oldin qasrining boshlarındagi Milliy inqilob rahbarlaridan biri bo'lgan qo'mondan Tömür Eli oilasida dunyoga kelgan. U dastlabda dadisi turishliq kucha va Toqsun qatorliq joylarda boshlang'ich ham o'rta maktablarni bitirgan. Uning boshlang'ich maktabni bitirgan vaqti dadisi Tömür Elining kuchadan toki Qashqargacha bo'lgan Sharqiy Turkistonning janubiy Uyg'ur yurtlarini ozod qilgan vaqtiga to'g'ri kelgan. Sharqiy Turkistonning ayni chog'dagi Qumul Turpan va Shimoliy Uyg'ur yurtlarining siyosiy vaziyati qattiq davolg'ib turg'ashqa, dadisi Tömür Eli orzuliq o'g'lini Qashqarga birga elib ketgan. 1933 yili yozda Qashqarning siyosiy vaziyatining tuyuqsiz keskinlashib ketganligini his qilgan Tömür Eli uni kindiqini to'kilgan Toqsunga yo'lga selib Darvaqa shu yili 8 avgust chorshanba kuni qo'mondan Tömür Eli Tungan bandit Majensang tarafidan qaslab o'ltirib etilgan. Qisqagina 5 oy ichida jasur tog'isi To'xti Eli va qo'rqimsiz dadisi Tömür Eli'den ayrılıp kalgan 11 yaşlık Xevir Tömür bovusi Ahmet Hacim'nin qo'lida o'sib yetilgan. 1934 yılı baharda Xo'janiyaz Hoji boshchiligidagi milliy inqilobchilar Stalinning besimi ostida Xitoy Shinsey bilan ittifoq tuzgandan keyin butun Sharqiy Turkistondagi har qaysi yurtlarda qisqa mezgillik ma'rif va oqartish harakati biroqla avjiga chiqqan. Bu hareketning Jiroq Qashqardagi vakili Mamtili Tavfiq Efendi, Turpandagi vakili Muhitilar jamoatining eng kichik o'g'li Gosul Muhiti, Urumchidagi vakili Haydar Sayrani va o'g'li Uyg'ur Sayrani, Eli tarafdagi vakili Mas'ud Efendilarga o'xshash vatanparvarlar edi. Xevir Tömür mushu qisqa mezgillik ulug' harakatdan o'z nesivisini ololgan oz sondagi sanoqliq talaylik va omadlik bolalardan biri edi. Gerçi Xevir Tömür dadisi ve tağısının Shinsey'e karşı murassasiz meydani ve şanlık iş izleri sebebinden 1935 yılı Toshkentga o'qishga chiqarilgan o'quvchilarning qatoriga kirolmagan bo'lsa-mu, lekin Xo'janiyaz Hojimning bir qo'lliq ko'ngil bo'lishi va qo'llashi bilan 1935 yılı ayni chog'dagi o'lka markazi bo'lgan Urumchidagi eng oliy bilim yurtiga o'qishga kirgan. Xevir Tömür 1939 yilda atalmış Şinjan Darul Mualliminni tugatgandan keyin Toqsunda nihoyatda qisqa mezgil o'qituvchilik qilgan. Afsuski u 1941 yildagi Jallod Shinsey Stalinga osiylik qilgan chog'larda tunji turkumda tutqun qilinganlarning tarkibida turmaga tashlangan. Baxtga yarasha 1944 yılı 8 ayda hozirgi Nilqi Ulastaydan etilgan tunji pay milliy mustaqillik o'qi 11 yildan ortiq Uyg'ur xalqining qinini ichgan Jallod Shinseyni shu yili 9 ayda Xitoyga ketishga majbur qilgan. Mazkur milliy inqilob har millat xalqining butun kuchi bilan qo'llashi ostida chaqmoqdek tezlikda g'alabaga erishib, shu yili 12 noyabr kuni G'ulji shahrida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilgan. Mazkur yangi davlatning ishg'oldagi 7 viloyatni ozod qilishidan aloqazod bo'lib ketgan dushmanlar har qaysi viloyatlardagi xalqqa yaxshichoq bo'lish uchun 1944 yildan 1946 yilgacha G'olchi Shinsey yo'qotishga ulgurmay qolgan tavarruk kishilarni turmalardan qo'yib berishga majbur bo'lgan. Emdila 22 yoshga qadam qo'ygan Xevir Tömür Efendimi shular qatorida 1944 yili kuzda turmadan qo'yib berilgan. 1944 yildan e'tiboran uning asarlari Uyg'urcha gazet jurnallarda kayni-kaynidan e'lon qilinishga boshlagan. U 1945 yili Ahmadjon Qosimiyning taklifi bilan o'z yurti Toqsundan Urumchiga yo'tkilib kelib, Uyg'urcha matbuot o'rinlarida muharrirlik xizmati bilan shug'ullangan. 1946 yildagi betimdan keyin
To'qsunga qaytib ma'rif ishlarini jonlantirgan. Xevir Temur apandi turmadan chiqibla To'qsun va Turpanning xarob qilingan ma'rifini qaytadan jonlantirishga bel bog'lagan. Uning bu xil pozitsiyasi 1946-yili Turpanga hokim bo'lib saylangan Abdurahmon Muhitining qizg'in qo'llashiga erishgan. Baxtga qarshi 7 viloyatni ishg'ol qilib turgan Gomindang ishg'olchi banditlari Turpandek strategiyalik ahamiyati yuqori o'ringa peshqadam inqilobchi Musul Hoji Muhitining o'g'lidek bir qahramonning hokim bo'lishiga zodli chidab turolmay, uni suiqasdlik bir shaklda qasdlash plani tuzgan. Bu xil suiqasdni dal vaqtida sezib qolgan o'yg'oq hokim oldin hujumga o'tib, butun ishg'olchilarni zilzilaga solgan Ayg'ir buloq hujumini tashkillab, dushmanning sharqiy va janubiy Uyg'ur viloyatlari bilan bo'lgan aloqasini uzib o'tgan. Lekin ko'p sonliq va zamonaviy qurollangan dushmanga qarshi talafotni azaytish uchun taktikalik chekinib urush qilg'ash, mo'jizlarcha sobiq Sharqiy Turkiston milliy armiyasi amaliy tizginlab turgan ozod yurtlarga sog'-salomat berib olgan. Abdurahmon Muhiti o'z bilan billa Turpandagi milliy ma'rif sarkillari, jamoat arboblarini va o't yurak inqilobchilarni g'uljiga elib kelgan. Shularning ichida Xevir Temurmi bor edi. Bu tayanch zotlar ozod viloyatlarda toki 1949-yili kuzgacha hayotidagi eng ahamiyatli va aslimlik kunlarni o'tkazishgan edi. Xitoy kommunistlari Sharqiy Turkistonga puttiqib olgandan keyin cho'ng tozlashni oldi bilan qo'mondon Temur Eli Pasha va har qaysi sabdoshlarining hayot urug' avlodlariga ziyonkashlik qilishdan boshlagan. Xevir Temur apandi shu qitimqi cho'ng tozlashda va uningdan keyingi 10 yillik turma hayotida eng og'ir xo'rlangan kishi edi. 1949-yildan keyin chorak asrga yaqin uzun yillar turmada yotgan Xevir Temur apandi 1979-yildan tortib ayni chog'dagi atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq tarix materiallari ishxonasida qayta ishga tushgan. Shuningdan keyin toki 1992-yili vafot bo'lg'ichi bo'lgan 12 yillik oxirgi hayotini qalam kurishi bilan o'tkazgan. Xevir Temur apandi 1940-yillarda o'zi yozgan ijodiy she'rlari bilan tonilib bo'lgan edi. 1949-yildan burunla uning Bala, aldangan cho'lpon, tinchlik, yo'lvos uxlab yotdi qatorliq hikoya dostonlari e'lon qilingan. Xevir Temur 1978-yildan keyingi 10 yillik qisqa fursatni ching tutib qaytadan qo'liga qalam elib, butun ishtiyoqi bilan berilib, ijodiyat bilan shug'ullandi. Bu jarayonda uning Molla Zaydin haqida qissa nomli 2 tomlik asari, Abduqodir Damollam haqida qissa nomli tarixiy qissasi, Baldur O'yg'ongan odam nomli tarjimahol xarakterlik qissasi, Tong oldida nomli povesti e'lon qilindi. Uningdan tashqari Buloq majmuasida Abduqodir Damolla nomli tarixiy o'chirik, Urumchi Kashlik gazetida Xidisxon, Kulpatlik yillar, Qashqar adabiyoti jurnalida bir maydon futbol musobaqasi, Yoqubbek va Molla Muhammadyor Xalpa qatorliq asarlari san'at jurnalida Molla Zaydin nomli kino ssenariyasi, Ikki ana keldi bahor nomli drammalari Tarim jurnalida Oltin aql, surat, vaqtim yo'q qatorliq hikoya va she'rlari e'lon qilindi. 70 yilga yaqin hayotining mutlaq ko'p qismini o'z xalqining kelarchiki va milliy mavjudligini qo'g'dash hamda Uyg'urlarning milliy ruhini kuchaytirish uchun otib o'tgan. Buning badalini 30 yillab zulmatlik va qo'rqinchli turmalarda eg'ir to'lgan himmatlik azimat Xevir Temur apandining harmas talmas yuriki 1992-yili 1-oyning 29-kuni, ya'ni dadisi Temur Eli inqilob qo'zg'aganga 59 yil to'shqan qutlug' kunda 70 yoshida so'qishdan to'xtagan. Marhum adib Xevir Temur apandi hayotining keyingi vaqtlarida yozgan muhim asarlarining biri Burhan Shahidining atalmış Şinjanning 50 yili nomli
biografik əslimisiga yozilgan radiya bo'lib, Xevir Tömür aniq qilib Burhan Şahidining mazkur qizil əslimisidagi bayonlarning o'z davridagi tarixiy reallik bilan butunlay zidligini, uning ayni davrda Qumul Turpan qo'zg'olonchilariga emas, balki dushman Jinshurun hukumatiga izchil yontayoq bo'lganligini ilgari surgan. U yana Burhan Şahidining Germaniyadan setib olgan qurollari bilan qurollangan Jinshurun armiyasining Qumul Turpanda Uyg'ur xalqini qattiq qirg'in qilganligini pokitlik pash qilgan edi. Halbuki Xevir Tömür Burhan Şahidining atalmış Şinjanning 50 yili nomli biografik əslimisiga radiya berib yozgan ilmiy asar nashr qilinmagan va Xevir Tömürning vafotidan keyin qo'lyozma holatida saqlangan. Keyin ma'lum vatanparvar yoshlarning ko'chirib saqlab qelishi bilan yaqinqi vaqtlarda jamoat bilan yuz ko'rishdi.